sizdan televizor ham sotasizlarmi, televizorda bo'lsa bitta obzor qilib beraylik deyishayotgandi. Bugun sizlar uchun ozgina vaqt ajratamiz. To'g'risi vaqtimiz bo'lmayotgandi. Hop, okalar, bu yerda ikki xil televizor, ikki xil brend qo'yib qo'ygan. Bittasi LG, bittasi Monex. Demak, ikki xil qo'yib qo'ygansiz. Bularning ishlashi deyarli bir xil. Sababi Webs platforma. Bu ham Webs platforma. O'zi Webs platforma ofitsialniy LG ga tegishli bo'ladi. Bu patentlangan bo'ladi. Endi LG ni o'zini olaman desanglar, narxi $485 turadi. Lekin bu sizlarga qimmatli qiladigan bo'lsa, xuddi shu LG bilan bir xil ishlaydigan, mana Monex sotib olsanglar ham bo'ladi. Narxi bor yo'g'i $295 turadi. Webs tizimida ishlaydi. Hattoki bularning pultlari ham mana Monex pult bo'ladi. Bu ham Galasavoy ham Magic bo'ladi. Mana bu ham xuddi shunaqa Galasavoy, Magic ham bemalol mishkali ham bo'ladi. Mishka deganda mana Monex mana qirishlari. Mana bu narsani mana mishka deyiladi. Mana LG ning qirishlari hargilari. Mana bu ham mishka deyiladi. Xo'p, kafolat bularga ofitsialniy LG ga 1 yil bo'ladi. Monexni olsanglar ofitsialniy 2 yil kafolat bo'ladi. Qiziq bo'lsa kelaverasizlar Abu Sahi S16 do'kon.